Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum Tojikiston. Xudo xolasa meniki Showtime, oshnam, og'aynim, do'stim. Tojikistondan O'zbekistonga 19-dekabr kuni Humo Arenada Toshkentda bo'yiga kelgan. Biz sizlarga bir narsa aytmoqchi bizda Tojikiston, O'zbekiston. Bu gapni ikki quloqlaringiz bilan eshitinglar. Internet tarmog'ida ko'pchilik O'zbekistonlik, Tojikistonlik bayslar konflikt bo'lib qolgan. Biz sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchi bizda. Showtime og'aynimni, do'stimni, Sapirniki O'zbekistonlik bays. Men lekin buni padishga qilyapman. Nimaga? Bu bilan ko'proq vaqtimni o'tkazganman. Bizlarga farqi yo'q. Tojikiston ham, O'zbekiston ham bizlar uchun bitta. Yevropalarga chiqqanimizda siz qayerdansiz? Tojikistondanmisiz yoki O'zbekistondanmisiz? Birdaniga bag'rimizga bosib ko'rishamiz. Bizda musulmon aqli xudo xolida lo'bay vaqti 5 ta davlat bo'lsa, bir-birimizni padishga qilib, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Sport bu nima? Millatlarni birlashtirish degani. Ayrishma. Xudo xolasa inshaalloh ertaga hamma bayslar Alloh omadini bersin. Bestranma oilasini bag'riga yetib olsin. Tojikiston olg'a. O'zbekiston olg'a. Men O'zbekiston, Tojikiston sizlarni padishgalayinda judayam ichimdan his qilyapman. Inshaalloh ertaga Sapirnigim bilan Bestrama judayam chiroyli bo'y ko'rsatamiz deb o'ylayman. Hammani ertaga Humo Arenada kutib qolaman. O'zbekiston, Tojikiston olg'a. Polni gaz.